do'stlar, Spitda kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz Blender bo'yicha kurslarimizning 6-darsini olib o'tamiz. 6-darsimizning mavzusi bizda Physics bo'limidagi close effekti orqali, ya'ni yostiq yasash bo'ladi. Ya'ni bugun biz Physics bo'limidagi close effektini faqatgina, ya'ni bugun darsimizning maqsadi ayni shu close effekt orqali yostiq yasash bo'ladi. Va birinchi bo'lib biz yostiqni yasash uchun mana bu yerdagi kubni olib tashlashimiz kerak bo'ladi va buni X klavish orqali bosamiz va bu yerdan delete'ni bosamiz. Va keyingi qiladigan ishimiz bizda Shift A klavish orqali mesh bo'limidan plane yaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni maydon yaratishimiz kerak bo'ladi. Va biz uni salgina kattalashtirib olganimizdan so'ng Edit mode ga o'tamiz va undan sichqonchaning o'ng klavishini bosgan holda subdivide'ni qilamiz. Ya'ni uni ko'plab bo'laklarga bo'lib tashlashimiz kerak bo'ladi. Va biz mana bu yerdan number of cuts, ya'ni kesishlar sonini masalan kerak 30 taga qilamiz va ko'rib turganingizdek bizda mana bu yerda 30 marta kesildi desak ham bo'ladi. Va biz bularni ya'ni subdivide'ni bo'lgandan so'ng A klavish orqali barchasini tanlab olamiz va yana bir marta qiladigan narsamiz bu ya'ni I klavish orqali biz buni salgina pastga qaratib cho'zishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishimiz bizda Ctrl R klavish orqali biz buni mana bunday, ya'ni gorizontal tarzda ikkiga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Va endi biz buni aynan mana shu qatorni butun atrofi bo'ylab bitta-bitta tanlab chiqishni o'rniga biz yana bir klavish, ya'ni Alt klavishini bosgan holda bizga kerakli bo'lgan qatordagi xohlagan bir chiziqni tanlasak, bizda ko'rib turganingizdek 360 gradus bo'ylab bizda barcha joylar tanlandi desak ham bo'ladi. Va endi biz buni S klavishi orqali, ya'ni scale kattalashtiramiz va mana bu tarzda sal-pal yostiqqa o'xshatishimiz kerak bo'ladi. Va biz barcha boshlang'ich narsalarni qilib oldik va keyin endi close effektini bunda ishlatamiz. Va birinchi bo'lib biz ya'ni physics bo'limidan physics bo'limi mana bunda o'zi fizika faniga aloqador belgichada turadi va undan biz close effektini tanlashimiz kerak bo'ladi va uni ustiga bosganimizdan so'ng bizga quyidagi menyu chiqib keladi. Va birinchi bo'lib eng muhim narsa biz mana bu yerdan pressure, ya'ni bosimni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda sizga yoqqan son, masalan juda katta ham bo'lmasligi kerak. Men masalan bu yerga 5 sonini yozdim. Ya'ni bizda bosim 5 ga teng bo'ladi. Va yana bir qiladigan narsamiz bizda gravitatsiyani mana bu yerdan field weights, ya'ni og'irlik bo'limidan biz gravitatsiyani o'chirishimiz kerak bo'ladi. Chunki agar biz gravitatsiyani o'chirmasak, bizning yostiqimiz pastga tushib ketishi aniq bo'ladi va buni 0 ga tenglashtirib qo'yamiz, ya'ni uni butunlay o'chirib tashlaymiz. Va endi biz mana bu yerdan ya'ni pastdan animatsiya bo'limini ochamiz va endi biz play'ni bosganimizda ko'rib turganingizdek bizda yostig'imiz mana bunday antiqa animatsiya orqali, ya'ni bosim sababli ko'rib turganingizdek bizda mana bunday chiroyli ko'rinishda yostiqchamiz paydo bo'ldi desak ham bo'ladi. Va bu juda ham chiroyli holda paydo bo'ldi. Ya'ni bizda animatsiya bo'limidan play qilganimizda ko'rib turganingizdek bizda quyidagi yostiqcha paydo bo'ldi. Va agar sizga mana bu chiziqchalar, ya'ni kubikchalar, piksellar yoqmaydigan bo'lsa, siz mana buni tanlaymiz va o'ng klavish orqali shade smooth qilsak bizda ozgina bo'lsa ham tekislashadi. Va agar biz buni yanada ko'proq tekislamoqchi bo'lsak, biz modifikator bo'limini tanlaymiz va bu yerdan subdivision surface degan, ya'ni silliqlash modifikatorini qo'shamiz va buni masalan 2 ga qilib qo'ysak ham bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek bizda u anchagina silliqroq shaklni oldi. Va agar biz bu yostiqchamizni kattalashtirsak, bizda ko'rib turganingizdek umuman xunuk narsa paydo bo'lib qoladi va umuman yo'q bo'lib ham ketishi mumkin. Va shuning uchun buni katta qilmaymiz. Ammo biz bu narsani oldini olish uchun, ya'ni katta qilganimizda buzilib ketmasligi uchun biz shunchaki cause effectni unga apply qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni uni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni unga biz boshqa cause effect beramiz va uni shunchaki bu ya'ni eski plane, ya'ni maydonimizni biz yostiqqa keltirdik va cause effectni unga apply qildik va subdivision surface ham xuddi shunday unga apply qilamiz va ko'rib turganingizdek bizda mana bunday chiroyli
yostiqcha paydo bo'ldi desak ham bo'ladi va biz buni xohlagan rangimizga bo'yashimiz ham mumkin. Buning uchun biz mana bu yerdan material bo'limidan unga plus rang qilamiz va buni xohlagan rangimizga bo'yashimiz mumkin. Mana bo'limga o'tamiz va xohlagan rangimizga bo'yashimiz mumkin. Va keyin endi bu yostiqni biror bir kravatga joylashtiramiz va buni video uzun bo'lib ketmasligi uchun men o'zim videoni pauzaga qo'yaman va bunga chiroyli bir xonada minimalistik tarzda biror bir kravatga joylashtiraman. Hop, mana shunday kichkinagina xona paydo bo'ldi. Ya'ni bu butunlay xona emas, ya'ni minimalistik xona, ya'ni faqatgina burchakda joylashgan bir antiqa fantaziyali xona chiqdi va buni biz rangini ko'radigan rangini almashtirsak, ko'rib turganingizdek bizda juda ham chiroyli xonada bizning ham yostig'imiz ham juda ham chiroyli bo'lib turibdi va mana bu yerda salgina qiyshayishlar paydo bo'ldi protsess davomida. Va ko'rib turganingizdek biz xonani mana bu yostiq anchagina bezatib turibdi desak ham bo'ladi. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi. Va agar siz bu videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta bu videoga like bosib, Speedtech kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr!